Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Mana shu ko'rib turgan uy-joy sotiladi, tayyor uy-joy. Mana girdining duali, girdi go'shasi berk, azna darvozadan kiramiz. Bismillah. Mana ko'rib turgan uylaringiz 4 xona uy. Bacha bu juzumni qara tag'in, bitib pishib жатыр. Mana havli ko'rib turganlaringizday. Xo'p, tazza 5,5 sodiq, hujjatlari 100%, biron kamchiligi yo'q. Girdi go'shasi berk, hamma tomoni. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bir xona uy, koridorman. Hozircha sklad qilib qo'yibdi. Uy ta'mirlangan, ichkarilari hammasi yaxshi. Kep tayyor shuna yashaysiz. Egasi bilan narx-navosini kelishingiz mumkin. Savdosi bor, konkretna muomalasi bor, muomalali insonlar. Suv bor, mana chiqadi 100%. Agret bor, kamgina ham bo'lsa. Endi ko'plar bu narxga shahardan kvartira olsak yaxshi deyishi mumkin. Shaharda hech qachon podyezdga mol baylay olmaysiz yoki domning ustiga pomidor yega olmaysiz, kamgina ham bo'lsa. Shuning uchun jigarlar, mana shu uyda sizlarga tavsiya qilib qolaman. Maqtamayman, mana ko'rib turibsizlar. Nimasi bor, baricha ko'rsataman. Katta yo'lga 200 metr magistral yo'l, maktab bor, medpunkt bor. Medpunkt bilan maktab 800-900 metrda joylashgan. Endi 1 kilometr desak ham xato qilmaymiz. Mana yana nimasi bor? Suv bor, girdi go'shasi berk, yer sho'r emas, zag yo'q bu yerda. 10 metr, 15 metr qazsangiz ham suv chiqmaydi bu yerdan, yerdan. Atak suv keladi, samat yo'q, ariqdan ham. Nimasi qolgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar, telefon nomerlarini qoldiraman. Narxi 570 ming so'm, hujjatlari bor, biron kamchiligi yo'q. Oshxonasi bor, anjomxona, baniyamasi bor. Mana ko'rib turibsizlar, girdi go'shasi berk, shunday tayyor uy kelasizlar, yashaysizlar. To'gi bor, suv bor, katta yo'li bor. Manzilga keladigan bo'lsak, Jaloliddin Balxiy nohiyasi, Novobod jamoati, Novobod bir qishlog'i, Safarobod desangiz ham ko'plar biladi. Kelasizlar, mana shu yerda savdolashib olasizlar. Telefon nomerlarini aytib o'taman. Telefon raqamlari +992 557 76 58 58 telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. WhatsApp ham bor shu nomerda. WhatsApp ham bor ekan, aloqaga chiqishlaringiz mumkin jigarlar. Ko'p maqtamaymiz, uyni ko'rdingizlar, kelib muomala qilaveringizlar. +992 557 76 58 58 telefon raqamlariga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kelib xarid qilib, mazza qilib, mana shu uyda yashang aynan.